Sport natijalarining yaxshilanishi, terma jamoalarga munosib nomzodlarning saralanishida bolalar va o'smirlar sport maktablarining faoliyati katta ahamiyatga ega. Muxbirimiz Uchtepa tumanidagi 2-sonli sport maktabidan lavha tayyorladi. Harakat, intilish va natija. Sportning asosiy tayanchi bo'lgan bu uch jihat orqali yuqori natijalarni zabt etish mumkin. Bugun yurtimizda sportga bo'lgan e'tibor kundan kunga ortib bormoqda. Yirik maydonlarda nafaqat g'alaba, balki iroda va orzular sinovdan o'tkazilyapti. Uchtepa tumani 2-son sport maktabida hozirda 1000 nafarga yaqin yoshlar sportning 20 ga yaqin turi bilan shug'ullanib kelishadi. Sport maktabimizda 20 ga yaqin sport turlarimiz mavjud bo'lib, ulardan 16 tasi olimpiya sport turlari hisoblanadi. Milliy sport turlarimiz bor va para sport turlarimiz ham mavjud. Bolajonlarni seleksiya ishlari orqali katta sportga saralab olamiz. Sport maktabimizda barcha sport turlariga shart-sharoitlar yaratilgan. Yaqinda Open budjet tashabbusi orqali qo'lga kiritilgan futbol maydonchasiga ham ega bo'ldik. Hozirgi kunda sport maktabimizda 8 nafar sportchimiz xalqaro toifadagi sport ustasi unvoni bilan taqdirlangan. Sport maktablarimizda Prezident olimpiadasi musobaqalarining olimpiya cho'qqilari bosqichlari olib borilmoqda. Sport maktablarida ushbu 13 ta sport turi bilan musobaqalar o'tkazilyapti. Sport maktabimizda 36 nafar oliy toifadagi murabbiylarimiz bor. Suzish suv bag'rida harakatning eng nafis ko'rinishi. U tanani yengil, fikrlash doirasini esa yanada tiniqlashtirishga xizmat qiladi. Har bir harakat mushaklarni uyg'otib, yurakka quvvat bag'ishlaydi. Mazkur maktabdagi mavjud suzish havzasida ham sportning ushbu turi bo'yicha bo'lajak chempionlar tayyorlanmoqda. Turli xil sport turi, turli xil mushaklarga bog'liq bo'lsa, suzish turi esa tanani butunlay 100% harakatlantira oladigan sport turi hisoblanadi. Zana basseynimiz 25 metr uzunligiga, eniga 13 metr va chuqurligi 2,5 metrga 1,5 metr. Bir tarafi sayozroq, bir tarafi cho'nqurroq. Bu yerdagi basseynda ko'proq bolalarni, yosh bolalarni o'rgatishga oson va bu qisqa masofali basseyn ko'pincha qisqa masofali startlarga, ya'ni 50 metr, 100 metrlik, 200 metrlik startlarga juda ham ko'p foyda beradi. Biza birinchi kelgan bolani 40-45 daqiqa atrofga yotib, antropometriyasiga qarab, bo'yiga, og'irligiga qarab bolalarni saralab, tanlab olamiz. Hozirgi paytda 10 tacha o'quvchilarimiz O'zbekiston Respublikasi chempionatlarida qatnashib, yuqori o'rinlar sohiblari bor. Qariyb 2,5 gektar maydonda joylashgan ushbu maktabda bugungi kunda yangi sport maydonlari qurilib, mavjudlarida qayta ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Sport maktabimiz doim yoshlar bilan, aholi bilan gavjum. Nuroniy otaxon, onaxonlarimiz ham tashrif buyurib, badan tarbiya mashqlarini bajarishadi. Shaxmat, shashka musobaqalarini ham uyushtiramiz. Sport maktabimiz maydoni 2,5 gektar bo'lib, suv havzasi, sport zali, workout maydonchalari, futbol maydonchasi hamda yaqinda tennis maydonchasi ham qayta rekonstruksiya bo'lib, yangitdan sportchilarimizga, yoshlarga, aholiga ishlashga topshiriladi. Bugungi kunda sportga qaratilayotgan e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Shu kabi sport maktablarida yaratilayotgan zamonaviy sharoit va keng imkoniyatlar esa yoshlarning yuksak g'alabalarga erishishlariga xizmat qilmoqda. Gulijon Noraliyeva, Zoir Shavkatov, Sherzod Xo'jabaxtiyorov, Poytaxt.